Assalomu alaykum, Samarqand China Motors kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizda hammamiz taniydigan, hammamiz biladigan Jack G7 mashinasini qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Bu obzorimizda mashinaning qisqacha obzori, keyin bu mashinaga rasroshka ochilgan, shu rasroshkani qisqacha tushuntirib ketamiz. Hop, mashinamizni oldi ko'rinishidan boshlaymiz obzorimizni. Oldi ko'rinishlarida, misol uchun, LED farali, jabralari o'zgacha ko'rinishda. 1.5 turbina motor, 140 ta ot kuchi mavjud. Xo'p, balonlari keladigan bo'lsak, balonlari 17 razmer diska balon bo'ladi. Bu mashinamizdan tashqi ko'rinishidan qaraydigan bo'lsak, sedanga o'xshash ketadi, lekin bu liftback hisoblanadi. Sababini hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Sababi buni bagaji orqa panoramasi bilan birga ochiladi. Ya'ni liftback. Bagaji ham ancha keng bo'ladi. Yuklar bemalol sig'ib ketaveradi. Xo'p. Orqa saloniga o'tadigan bo'lsak, yetarlicha keng. Agar 3 kishi keladigan bo'lsanglar, 3 mestali bo'ladi. Agar 2 kishi bo'ladigan bo'lsanglar, bu yerda o'zini barlari ham mavjud, stakanliklari bor. Oldi qismiga o'tadigan bo'lsak, multirul, oynalar avtomatik o'zi ko'tarilib tushadi, обязательно. Kojinniy salon, juda ham qo'lga yoqimli. Oldi passajir va shofyor qismida abagrev zdenalari ham mavjud. Korobkasi variator korobka bo'ladi. Bu degani skorsdan skorsga o'tishi ancha plavniy, deyarli passajir buni his qilmaydi skorsdan skorsga o'tganini. Bu ancha komfort beradi passajirga. Ko'ryapsizlarki, buni tablosi o'zgacha. Hammaniki gorizontal bo'lsa, buniki vertikal qilib ishlangan. Buning sababi joydan unumli foydalanish maqsadida vertikal qilib ishlangan. Xo'p. Yana buni 3 xil pozitsiyasi mavjud. Komfort, standart, sportivniy. Hozir sportivniy pozitsiyada turibdi. Agar misol shahar ichida yuradigan bo'lsanglar, komfortga qo'yib olib yursanglar, ham ancha benzin ekonom bo'ladi, ham ancha passajir uchun komfort hisoblanadi. Konditsioner обязательно mavjud mashinalarda. Bu konditsioner adashmasam luxury konditsionermi, shunga o'xshash aytiladi. Bu degani ancha yozda jazirama kunlarda hozir misol uchun anomal issiqlarda passajirlar uchun ancha qulay va komfort beradi. Xo'p, bu yerda keyin telefoninglar uchun quvvatlash portlari ham mavjud. 12 vatli bo'ladi. Bu shu, keyin yana aytgancha, bu yerda обязательно lyuk mavjud. Bu ham mashinamizga o'zgacha kork berib turadi. Buni ochib ko'rsatib beramiz. Endi hozir kunduz kuni bo'lganligi uchun uncha chiroyli ko'rmayotgan bo'lishi mumkin, lekin kechasi buni o'zgacha ko'rinish beradigan xususiyatlari mavjud. Buni obunachilarimiz yaxshi biladi. Hop, multimediasiga keladigan bo'lsak, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth ham mavjud. Bu degani ba'zi bir mashinalarda faqat CarPlay bo'ladi yoki Android Auto bo'ladi. Ba'zi passajirlar yoki ba'zi bir to'xtang, boshdan keslashingiz. Hop, multimediasiga o'tadigan bo'lsak, Android Auto, Apple CarPlay hamda Bluetooth ham mavjud. Bu haydovchiga ancha qulaylik beradi, chunki ba'zi bir haydovchilarda Android, ba'zi birlarda Apple foydalanishadi. Shunga Apple foydalanuvchilariga ham, Android foydalanuvchilariga ham ancha qulaylik beradigan narsa bu. Bu kerakli narsa. Keyin buni zavodskoy o'zi rus tilida chiqadi. Yana обязательно ustaga borib, rus tiliga o'girish shart emas. Ko'p mashinalar Xitoydan kelganligi hisobiga xitoycha yozuvda keladi, lekin bu zavodskoy rus tilida sozlanib keladi. Xohlasangiz ingliz tili va shunga o'xshash tillar ham mavjud. O'zingizga mos qilib sozlab olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu mashinalarimizning rasrochkasiga o'tadigan bo'lsak, rasrochka shartlari qanday? Eng kamida 25% to'lov qilasizlar. 6 oydan 18 oygacha bo'lib to'lasanglar bo'ladi. O'zini pulini hech qanaqa foiz penalari bo'lmaydi, hech qanaqa qo'shimcha to'lovlari bo'lmaydi. O'zini puliga chista rasrochka qilib xarid qilsanglar bo'ladi. Narxini aytamizmi?
Xo'p, bu mashinamizning tan narxi 235 million so'm bo'ladi. Agar naqdga xarid qiladigan mijozlarimiz ham oramizda chiqib qolishi mumkin. Ularga qandaydir chegirmalar ham qilib beramiz. Davolasa kelsanglar, rozi bo'lib chiqib ketasizlar. Chiroyli bonuslar bilan ishni hal qo'yamiz. Mashinamiz absolyutni tayyor. Kelasizlar, to'lov qilasizlar, bir kunga qolmasdan mashina haydab olib chiqib ketasizlar. Yanada batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi raqamlarga bog'laninglar. Menejerlarimiz sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tishadi. Hammanglarni China Motors Samarqand filialida kutib qolamiz.